Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, navbatdagi Kosonsoy tumanidagi obyektimizda tuproqlarni solib, suv sistemalarini yakunladik. Xudo xolasa bu joyimizga endi gullarimizni olib kelib, terib, chiroyli qilib, daraxt va gullarni ekib, tagiga gazon urug'larini sepib beramiz. Suv sistemalari Xudo xolasa chiroyli bo'ldi. Gazon urishga ham xalaqit bermaydi sistemalarimiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.